Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 1996-yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy aslima Manas daryosidan qaytish. Avtori Savdanov Zohir. 8-bob. Polik tantana ichida G'ulji shahriga kirdi. Arambog' gazarmasiga o'rinlashgandan keyin Polik hozirgi Yangi hayot mahallasining beshiga kelganda yo'lning ikki chetida sanjaq turib ketgan xalq chavalchilib shuarlarni to'lishib qarshi oldi. Butun G'ulji shahri bayram tusiga kirgandek ko'chalarga rangarang lozunkalar chaplangan, odamlar pokiz va yangi kiyimini kiyishib chiroyli yasangan edi. Qiz cho'kanlar rangarang gullarni jangchilarning usti beshiga chachmoqda edi. Ba'zi ota-ona qarindoshlar yig'ilishadi, ba'zilar xushal holda kulishadi. Mahallalardagi san'atkorlar duttar tamburlarini chilishib, naqsha aytib, usul o'ynab, jangchilarni qarshi oladi. Qisqasi, butun shahar til bilan tasvirlab bergusiz bir xil xushallikqa cho'mgan edi. Jangchilar intizomni buzmay mengayotgan bo'lsa-mu, qalbidagi seg'inishni, hayajonini basolmay qilishyotadi. Ular Yangi hayot mahallasidagi bo'yin kiskitdan Harambog' gazarmasiga qarab mangandimi, shundaq hissiyotda edi. Butun G'ulja xalqi ko'chalarga chiqib olgan edi. Jangchilar gazarmaga borgacha yo'lning ikki tarafidagi chavak chilib qarshi elayotganlarning sepi uzilmagan edi. Yo'lning ikki chetida bo'libmi, Harambog' qizil ko'rikning ikki yiqida xalq to'p-to'p bo'lishib o'z farzandlariga to'ymagan holda talmurib qarashatdi. Ba'zilar yandab kelib o'z tonishlarini izlaydi. Ular biror tonishini ko'rib qolsa, ularning ismlarini chaqirib xushallik bilan ishorat qiladi va chavak chaladi. Mushundaq bir qizg'in kayfiyat, qaynam tashqinlik ichida Polik tushdan keyin soat 4larda Harambog' darvozasidan hayvat bilan kirib keldida gazarma o'ttirsidagi maydonga to'plandi. Shuning bilan 1946-yil 6-oyning 15-kunidan 7-oyning 9-kunigacha bo'lgan 24 kunlik jafoliq piyoda safar oxirlashdi. Milliy armiya shtabidan kelgan muavin shtab boshlig'i polkovnik Mamtimin Iminov boshliq bir qancha ofitserlar surlik qiyofatda Polik oldiga kelib jangchilarga so'z qildi. U uzun yo'llarni piyoda besib jafo tortinglar, qiyinchiliklarni yengib sog'-salomat qaytib keldinglar. Men Milliy armiya shtab nomidan sizlarni qizg'in tabriklayman, ham sizlarga jangovar salom beraman, deb qismga qarab diqqat turib chas berdi. Polik qattiq chavakchilib rahmat bisharti bildirdi. Andin u: "Sizlar keldinglar. Endi bizning 2-polik mushu gazarmada turadi. Har qaysi batalyon, rota, izvotlar bo'yicha gazarmaga o'rinlashadi. Butun polik 2-3 kun dam oladi. Yaxshi dam elib, arduqonlarni chiqaringlar. Lekin sirtqa chiqsanglar cho'qim harbiy intizom bo'yicha ruxsat so'rab gazarmaga vaqtida kelishinglar kerak", dedi. Qism tarqilib, tartib bo'yicha o'z gazarma yotoqlariga ketishdi. Harambog' gazarmasi yo'g'on ham keng silingan bo'lib, bir rota 3 izvot qator 3 zalda, har bir cho'ng zalda bir izvot 30 necha jangchi patatdi. Gazarma yotoqlarining hammasiga banchong yasalgan bo'lib, banchong ustiga matras silingan bo'lib, uningdan boshqa narsa yo'q edi. Jangchilar o'zlari ilib kelgan nepiz yipincha va bo'g'chilarni banchong ustiga qo'yib, "Bu qandoq gap? Biz shuncha yo'llarni piyoda minib jafo chekib kelsak, polikning cho'ng boshliqlari bizdan burun ketgan. Ular bu yotoqlarning ichiga kirib boqmaganmidi? Polikning orqa saf boshlig'i Zunun aka nimishqa bu yotoqlarga kigiz soldirib qo'ymaydi", deyishdi. Hatto jangchilarning noroziligini darhol telefon orqali Milliy armiya shtabiga yetkazdik. 3 soatcha vaqt o'tgandan keyin kigiz bosgan bir qancha cho'ng mashina keldi. Batalyonlar har bir jangchi ostiga soladigan kigiz tarqitib berdi. Lekin Harambog' gazarmasining ichi shundoq surlik va qo'rqinchli ham paskina edi. Yotoqlarning ichidan ajoyib achchiq qansiq puroq kelib turadi. Ba'zilar qonning puruqi bor desa, ba'zilar balkim shundoqdir. Bu nurg'un qon to'kilgan yer emasmi, deydi. Qo'roni
o'tchu besib ketgan bo'lib, rota oshxonalarining o'choqlaridan ismangmaydi. Gazarmaning tomlari hammasi digudek o'tma to'shuk. Burunqi urush vaqtidagi qiyofat qilchimi o'zgarmagan edi. 3 kundan keyin men polik boshliqlari yig'inda bizning komandir jangchilarimiz 2 yilga yaqin oilalardan ayrilib urush qildi. Ba'zi jangchilarning ota-onalari sahrolardan harvonlarni ilib o'z bolalarini ko'rgili uylariga chiqqili kirishibdi. Bu ahvolga asosan polik boshliqlari mas'ul bo'lib, ularga navbat bilan ota-onasini ko'rib, uyini yo'qlab kelishga ruxsat bersak, intizomsizlik qilishga ruxsat qilinmaydiganligini obdan tushundirsak dedim. Va birdam sukut qilib turib olgandan keyin hayot qolganlarimiz oilamiz bilan ota-ona, qavm qarindoshlar bilan didor ko'rishalidik. Qurbon bo'lgan jangchilarning oil tabobatlari bor deb gimnast yo'rkamning yanchuqini sirtidan bir sildimda asta qo'limni silib qurbon bo'lgan Abdullamning onasiga yozgan xatini elib o'qib berdim. Hamma diqqat bilan anglab, intayin ta'sirlandi bo'lg'ay. Aradan polik komandiri Qiyumbay Xo'ja o'rnidan turib yinimga kelib, "Savdanov, siz bir qancha kadrni boshlab berib, oldi bilan Abdullamning onasini izlab tepib, so'rab keling. Bu vazifani sizga topshiramiz" dedi. Men darhol ishxonamga chiqib, ishlaydigan xizmatlarni topshirib qo'yib, qara to'riq etimga mendimda Abdullamning rotasidan bir kadrni boshlab iliqi xatda yozilgan adres bo'yicha G'ulji shahrining ichidagi Oydun mahallasiga qarab yo'l oldim. U vaqtlarda G'uljining ko'chalari ancha ratlik emas edi. Biz Oydunga berish uchun bir qancha tor va qalayimqon ko'chalarni besib o'tib, Oydun masjidi oldiga kelib otdan tushdik. Bizni ko'rgan ushoq bolalar bir-birini chaqirishib, o'moq ko'zlarini chemeldatib, aymangan holda bizning kiyimlarimizga hayron bo'lishib qarashatdi va o'zaro bir nimalarnidir deyishib pichirlashatdi. Bu ushoq bolalarning ko'pinchisi putlari yalangoyoq, kiyimlari loy patqoq, rangi ro'yi to'pa besib ketgan holda edi. Men bularning orasida turgan ko'rinishga 12 yoshlar chamisidagi o'ruq, egizrak, qaramutuq, ko'zlaridan qandoqdir bir xil muloyimlik chiqib turgan balani oldimga ishorat qilib edim. U bala tizla oldimga keldi. Men balaning boshlarini silab turib ichingan holda so'rdim. "Balam, iting nima?" "Aba Bakri, yaxshi. Uying mushu mahallidimi?" "Ha, o tar ko'chaning ichida." Bala qo'li bilan so'l tarafdagi bir tar ko'chani ko'rsatdi. "Sen mushu mahallada askarlik ketgan Abdullam akani tanimsan?" Bala yo'q degandek mursini qisib, "Ava kelayotgan odam mushu mahallalik, shu kishi biladi" dedi-da, iliqi odamga, "Ayıp aka, bu yerga keling ha" dedi. Oldimizdan sallalik, egiz, o'ra ko'z, 50 yoshlar chamisidagi bir kishi kelib, balalar bilan salomlashgandan keyin menga qarab, "Xo'sh, har qaysilari bir kishini izlashamla?" deb so'radi. Men darhol, "Ha, sizlar bilamlekin, mushu mahalladan oldingi saf ketgan Abdullam degan yigitning uyini izlab dedim. Sallalik odam turib ketib, "Mundaq deslar, bechora Oyimxon ana balasining dardida to'li yig'lab og'riqchan bo'lib ketdi. Ey, bechora mazlum, balasi qaytib kelolmabdi-da" dedi va mening ko'zimga ma'nlik qarab qo'yib, "Ha, turib turasizlar. Men jamoatdan bir qanchisini tepib kelay" debla aylanma bir ko'chaga kirib ketdi. Birdamdan keyinla bu odam 3 odamni boshlab keldi-da, "Bu odamlar mushu mahallaning jamoatlaridan bo'ladi" deb tulishtirdi. Hamda "Yurisizlar" deb bizni boshlab bir tar ko'chaga kirdi. U 50 qadamcha mang'andan keyin kichik bir qo'roning oldiga kelib to'xtadi va otni eshikning oldidagi sugatga bog'lab qo'ygandan keyin men oldida jamoat keynimdan hovliga kirdik. Hovlida kungaga qartib silingan bir ig'iz ko'ni uy bo'lib, uyning oldida bir bo'glik bo'lib, bo'glikka supa chiqarilgan. O'choqqa yo'g'onroq bir qozon esiqliq turadi. Shu aralıqda uydan 10 yoshlar chamisidagi siriq chachliq, o'zi oq siriq, ko'zlaridan sho'xliq chaqnab turadigan bir qiz yugurib chiqdi. U birdam hayronlikda qarab turib qoldi-da, ondan keyniga burilibla, "Oyimxon ana, mehmonlar keldi" deginicha uyga yugurib kirib ketdi.
Keynidinla men jamoatni boshlab assalomu alaykum deb uyga kirib keldik. Uyning ichi ozodi bo'lsa-mu, panjarasi to'limi kichik bo'lg'achqa uy qorong'u edi. 65 yoshlar chamsidagi o'ruq, egizrak, bug'doy o'nglik bir mo'may kirganlarga bir qo'r ko'z yugurtida ko'ngli bir narsani tuyg'andek ayturan qizim mehmonlarga ko'rib siling dedi. O'zi o'rnidan turishga tamshaldi-yu, lekin o'rnidan ishtik turolmadi. Angacha men yugurib kelib mo'mayni yulab turg'izdim. Mo'may kirganlarga toza zan silib qarab ketib, "Balalarim, sizlarni tonimadim. Sizlar askar o'xshaysizlar. Oldingi sapdan askarlar qaytib kelibdi deb angladim" dedi. Bu chaqda men Oyimxon onaning mo'risini tutib turgan edim. Og'zimdan "Alaykumulloh ana" degan so'zning qandoq chiqib ketganini sezmay qoldim. Mo'may 2-3 sekundgacha jim turib qoldi. Ondan menga eslib, "Jinim balam, ko'z nurim Abdullam, sen nimishqa boshqa balalar o'xshash qaytib kelmading? Meni bu judoliklarga qandoq chidaydi deding? Yurak param, bag'rim, yolg'iz musofir ojiz onangni qandoq tashlab ketding?" deb menga esilib, dumbilarimni siylab, bo'yinlarimga esilib yig'lab ketdi. Men tasalli berdim. Billa kirgan jamoat Qur'on o'qib duo qildi. Mo'may o'zini besilib, yig'isimi to'xtab, balamning qurbon bo'lganligini bultur kuzda hukumat taraf uqtirib ketgan edi. Ammo mushu kungacha balamning menga qoldirgan bir ig'iz so'znimi anglamadim. Endi sizlar balamning biror narsani akeldinglarmi deb so'rashi bilanla men Abdullamning o'z onasiga yozgan xatini yanchuqdan elib, ham uning bir qur kiyimini ikki qo'llab anaga sunib berdim. Ondan mo'mayni yo'lab supuga o'ltirg'izib, onaning qo'llarini mehribonlik bilan siylab turib, "Yig'lavermang, jinim ona. O'zingizni asrang. Alaykumulloh demakdan boshqa amal yo'q. Sizning o'g'lingiz jangda botirlik bilan qurbon bo'ldi. Ammo balangiz ketgan bo'lsa-mu, u xalqning qalbida mangu hayot. Ashundoq bir botir o'g'lonni yetishtirganligingiz uchun xalq sizdan minnatdor va sizga opirin o'qiydi. Siz hargiz yig'lamang. Hukumat sizni tashlamaydi. Xalq sizni tashlab etmaydi. Siz xalqi olab oldida eng oliy hurmatga sazovor ona. Biz sizdek onalardan faxrlanamiz" deyishim bilanla ana o'zini tutolmay o'g'lining xatlarini ko'ziga surtib, kiyimlarini bag'riga besib, texmi qattiq nolib faryod qildi. Men onadan hol so'rab akelgan choy, navat, qand, bir ikki kiyimlik raxtni dasturxonga qo'yib, "Biz yana kelib sizni yo'qlab turmiz. Siz Abdullamninglar emas, hammamizning onasi. Men qaytib berib shaharlik hukumat inqilobiy qurbonlarga nafaqa berish o'rniga berib, bundan keyingi turmushingizni o'rinlashtirib qo'yman" deb xo'shlashib chiqib ketdim. Bechora mo'may meni quchoqlab, "Balamni ko'rgan balam, balamning purqini purulay, siz ketmang" deb jonsiz qo'llari bilan eslab oldi. Bu aralıqda bütün mahalladagi ayol jamoat onani avaylab tutib, onaning qo'llarini ming ta'sirda bo'shtib uyga akirib ketdi. Menmu qattiq azoblangan holda jamoat bilan xo'shlashdimda, itimga minib gazarmaga qarab yurib ketdim. Az kundan keyin Abdullamning xatidagi onasiga atab yozgan "Yig'lama jinim ana" degan qo'shiq xalq naqshlari tarafidan intayin mo'ngluq, yiqimliq ohangga silinib, ig'izdan ig'izga ko'chishga boshladi. Naqsha oxirga onaning noli zori qo'shilib, "Oq qo'zam, oppoq qo'zam, nalarda qolding yolg'izim, shirin so'zim, sharbat yuzim, Allohga topshirdim seni" deb ko'chalarda aytilib, kishilar o'z hasratlariga tasalli berishib, bir-biriga hissashlik qilishadigan bo'ldi. Bu naqsha hatto bolalarning ig'izdan tushmaydigan bo'ldi. Bugun kecha jangchilarning faqat uyqusi kelmadi. Ba'zilar ko'zlari yumilibla, jo'yilib varqirab o'rnidan turib ketdi. Hech kimning tamoq yegisi kelmaydi. Gazarma atrofidagi paskanchilikqa qarasangizlar ko'nglingiz ayniydi. Shunda qilib bir kecha aran tongga ulashdi. Ertasi bir kun butun polik tozliq ilib bordi. Gazarma ondan gazarmaga o'xshidi. Shundan keyin jangchilar top-top bo'lishib sirtqa chiqishga boshladi.
G'o'lja shahrida uyi barlarning ko'pinchisi uylariga ketdi. Bu cho'ng gazarmada faqat polik dejurnisi, postlar va post almashtiruvchilarla qoldi. Bərəmbaq gazarmasining cho'ng darvozasi oldida 2 nafar post davomli turadi. Bugun sirtqa chiqqan jangchilarning ko'pinchisi qaytib keldi. Kechda yo'qlim qilganda har bir rotadan 10lab 20lab jangchi yo'q edi. Bularni surishtirganda atrofdagi yezlardan askar bo'lgan jangchilar ruxsat so'ramayla o'z uylariga ketganligi ma'lum bo'ldi. Shunda qilib 3 kunlik dam olish jarayonida ruxsatsiz uyiga ketayotganlar ko'payishga boshladi. Bundan saqlanish uchun polik qattiq intizom turg'izib, sirtqa ruxsatsiz chiqishni tizginladi. Ruxsatsiz oilasiga ketganlarga tanqidiy tarbiya berib, ularni harbiy intizomga aniq rioya qilishga yetakladi. Ularmu xatoligini to'nidi. Shuning bilan polik bir qadar tartibga tushdi. Oradan bir oy o'tganda polikni tartibga silib, kona jangchilarni harbiy safdan bo'shatib, oilasiga qaytaradigan bo'lib, o'rniga yangi jangchilarni qabul qilish uqtirishi keldi. Dal shu vaqtda polik kona jangchilarni bir tarafdan harbiy safdan bo'shatishga tayyorlik ko'rsa, yana bir tarafdan harbiy intizomni kuchaytirish, harbiy ta'lim-tarbiyani kuchaytirish, bir haftada 2 kun Harambaq gazarmasining ichi tashqi muhit tozligini qilish, buzilgan tomlarni remont qilish, gazarma darvozasini zinnatlab oqartish qatorliq ishlar o'rinlashtirildi. Ichki jihatda harbiy safdan bo'shatilganlarning har qaysi rotalar bo'yicha tizimligi tayyorlandi. Harbiy safdan bo'shatish xabarini jangchilar allburunla anglab bo'lg'achqa ko'pinchisining ideyasida tayyorligi bor edi. Ular buyruqni intizorlik bilan kutishib turadi. Harbiy safdan bo'shash buyruqi tushirildi. Bo'shash buyruqida ko'pinchisi kona jangchilar bilan oz sondagi salomatligi yaxshi bo'lmagan kadrlarmi bor edi. Harbiy safdan bo'shatish xizmati boshlandi. Gazarma ichi jimjitlikqa cho'mib qoldi. Komandir jangchilarmi ozlab qolgan edi. Shuning uchun bir qancha o'rindagi postlarni almashtirishga pat-patla navbat kelib qoladi. Demismi, komandir jangchilar bo'lib, aranla bir qancha yuzdakla odam qolgan edi. Eskartish, tüplash sababidan bu joyda ikki bet besilmay qolgan. Buning paketlari. Birinchi, bir tarafdan bir o'chum banditlarni setib olib, bir tarafdan 3 viloyatga harbiy hujum qildirsa, siyosiy jihatda bitimda oshkora belgilangan Kuomintang taraf ijro qilishga tegishli majburiyatlarni ijro qilishni rad qildi. Masalan, bitimdan keyin 3 oy ichida butun Xinjiang bo'yicha demokratik saylam o'tkazilishi kerak edi. Biroq Kuomintang doiralari o'zlarining mustabid byurokrat hukmronlik o'rnini saqlab qolish uchun turli vositalarni ishga solib, saylamning o'ngishliq ilib berilishiga buzg'unchilik qildi. Kuomintang hukmronligidagi 7 viloyatda bitimni ijro qilishni aktiv talab qilganligi odamni qizil pochoq, elini himoya qilg'uchi degan batnomlar bilan qamoqqa oldi, o'ltirdi. Ikkinchi, Kuomintang doiralari yana saylamga nazorat qilishni bahona qilib, 3 viloyatga odam avatib, ochiqdan ochiq aksiyatchil tashviqot ilib bordi. Bularning bitimga xilof bu harakatiga 3 viloyat xalqi qattiq qarshilik bildirdi va to'sdi. 3. 1947 yil 2 oyning oxiri o'lkalik birlashma hukumat hay'atlar yig'ini ichib, yig'inda Ahmadjon Qosimiy qatorliq 3 viloyat vakillari Kuomintangning 11 moddalik bitimni xohlagancha buzgan qilmishlarini pash qilib, Kuomintang doiralarining ikki taraf qo'l qo'ygan tinchlik bitimni ijro qilishni talab qildi. Dal shu vaqtda Urumchi shahridagi har millat ommasi namoyish qilib, tinchlik bitimdagi belgilamlarni umumyuzlik ijro qilish to'g'risida bir qancha talab qo'yib, o'lkalik hukumatning 72 soat ichida javob berishini talab qildi. Shu qitimqi namoyish Kuomintang aksiyachilariga qattiq zarba bo'lib, ularni aloqzoda qilibdi. Lekin Kuomintang aksiyachilari o'ch ilish uchun 3 viloyat vakillariga besim ishlatib, milliy munosabatga bo'lgunchilik silish planini tuzib, o'z qo'llari bilan uyushtirgan, butun Xinjiangni zilzilaga keltirgan 25 fevral qonliq voqea paydo qildi. 2 oyning 25 kuni Kuomintang garnizon shtabi
haqiqiy ahvolni bilmaydigan bir qism ommani quturtib, zo'r turkumdagi ishpiyon va harbiy xodimlarni ishqa silib, ularni fuqarocha kiyindirib, yon qurollarni yo'shirin tarqitib berib, qo'lga tayoq to'qmoqlarni tutqizib, o'lkalik hukumatda majlisga qatnashayotgan 3 viloyat vakillarini ularning oldiga chiqib savollarga javob berishga qistadi. Natijada Ahmadjon Qosimiy qatorliq rahbarlarga qo'rshab, varqirab, jarqirab hujum qildi. Hamda Burhan apandining shofiri Munib Axun bilan 2 muhofazatchini etib o'ldirib, qonliq voqea paydo qildi. 4. Kuomintang garnizon shtabi amonlik saqlash nomi bilan Urumchida harbiy holat yurgizib, qurolliq tintishni bahona qilib, Urumchidagi aholilar o'ltiraqlashgan rayonda uylarni aqtirib, bir necha ommani tutib ketdi. 5. Eng qabih yeri 1947-yil 3-oyning 10-kuni tintish nomi bilan Ahmadjon Qosimiy, Abdukarim Abbosovlarning turar joyi Nanxua Yuanga bostirib kirdi. Uyg'ur uyushmasida, hozirgi Urumchi shaharlik madaniyat kinoxonasida kino ko'rayotgan ommani o'q tutib, kinoxonaga o't qo'ydi. 6. 1947-yil 5-oyning 19-kuni Kuomintang doiralari 3 viloyat vakillarining fikrini olmay, har millat xalqining kuchli qarshilig'iga qaramay, bitimni qo'pollik bilan oshkora yirtib tashlab, Mas'udni Shinjang o'lkalik hukumatining raisligiga, Aysabagni o'lkalik hukumatining a'zosi qo'shimcha bosh kotiblikqa tayinlab, 5-oyning 28-kuni Kuomintang doiralari zo'rma-zo'r xizmat o'tkazib, berish murosimini o'tkazdi. Mas'udning taxtga chiqishiga ergishib, birlashma hukumat bo'linishga boshladi. Aksiyachilar texmo g'aljirlashib, taraqqiyparvar demokratik zotlarni va begunoh ommani ko'plar tutqun qildi. Natijada keng xalq ommasining noroziligining bir ifodasi sifatida 1947-yil 7-oyda Turpan, Pichan, To'qsun xalqining qo'zg'oloni partildi. Oxiri Kuomintangning 11 moddalik tinchlik bitimni oshkora yirtib Mas'udning taxtga chiqqanligi tufaylidan birlashma hukumat parchalanib, 3 viloyat vakillari o'lkalik hukumatda xizmat ishlashga amalsiz qilib, 1947-yil 8-oyning 13-kuni Urumchidan ayrilib G'uljiga qaytib keldi. Aran 1 yil davomlashgan birlashma hukumat shuningdan e'tiboran ismi bor, jismi yo'q narsaga aylanib qoldi. Birlashma hukumat parchalangandan keyin 3 viloyat milliy armiyasi o'z qaddini boshqadan ruslab, dushmanning har qanday og'dirmachilik harakatlariga qarshi yuqori hushyorlikda turib, o'z qo'shinini boshqadan ratga silib, jangovarlik kuchini o'stirdi. Kang ofitser jangchilar Shinjongning kelgusi istiqboliga zo'r umidvorlik bilan qarab, Jungo Kompartiyasi rahbarlik qilgan xalq ozodlik urushining butun Jungoda g'alaba qildiganligi va Shinjongning yaqin kelgusida to'liq ozod bo'ldiganligiga ishonchisini turg'izdi. Izohat. 1. Bu aslimadagi ba'zi harbiy atalg'ular ayni vaqtda qo'llanilgan harbiy atalg'ular bo'yicha ilindi. Masalan, komandir, batalyon, komandir polik, nachalnik shtab, kombat, komandir rota, komandir izvod, ofitser deganga o'xshash. 2. Unvonlarmi ayni vaqtdagi unvon atalishi bo'yicha ilindi. General, polkovnik, mayor, kapitan degandek. 3. Aslimadagi shaxslar komandir batalyondan yuqori kishilar asosan o'z ism familiyasi bo'yicha ilindi. Asosiy qatlam kadr va jangchilarning ismlari ba'zilari astin ko'tarilib qolganlikdan taqlidiy ism ilindi. 4. Aslimadagi 4-polik shtab boshlig'i Matsuk Aqros bo'lib, 11 moddalik bitimdan keyin vazifasidan qoldirilib oilasiga qaytgan edi. Tugidi. Hurmatli anglovchilar, tarixiy aslima Manas daryosidan qaytish bugun Mishada oxirlashdi. Amdi huzuringlarda bo'ladigini ayni vaqtdagi milliy armiya jangchisi muzikant Musajon Ro'zi akaning o'rinlashidagi jangchi qahramon bolalar degan naqsha huzuringlarda bo'ladi. Yoqtirib anglaysizlar. Bu asarlarimizni yoqtirgan bo'lsanglar, tanishlaringizga, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilishni unutmang. Rahmat.
Gençi kahraman ballar halkın diyen salavı namsiz gençi kahraman ballar kalbimden salam sizge Cenab halkına köygen kalbimden salam sizge Ata-ana dostlar sizler üçün evim hem yeydim Vatanga bulgan erzimni alaqlib kelleydim Üçün erzimni adaqlib kelleydim Ata-anı dostladın Hət sallab idi